Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Kecha o'qib qo'ygan mashinamiz ham tayyor bo'ldi, Xudo xohlasa. Bu mashinamizning oldi qaldiroq qismini, ikkita yon qanot qismini va stop qismlarini almashtirib berdi. Tagiga заводской duva qo'yib berdi, shu ko'rinishda bo'ladi ana. Eshigini oshig'ini bittasini remont qilib berdik. Akkumulyator quti qo'yib berganmiz va yoniga seyf tayyorlaganmiz. Seyfni kraskadan keyin qo'yishadi. Mana seyfi. Eshik qismini simchotka qilganmiz, lekin supurmaganimizgacha chiroyli ko'rinibdi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qanotni o'zini ham sotaveramiz, qo'yib ham beraveramiz, seyfni qo'yib beramiz, o'zini ham sotaveramiz. Aloqaga chiqsangiz ishlaringizni sifatli qilib bitirib beramiz, Xudo xohlasa.